Okalar, mashina ajoyib. Lasetti ishqozlar bormi? Sizlar uchun to'p qo'ydim. Mommos. Nima deysizlar mana? Bitta qarsat cho'lishga arziydi. 2013 Gentre diskga yangi balonlarni to'qib qo'yishgan. Motorlarda muammo yo'q. Eng qizig'i rasxotidan qochadi Lasetti. Buni rasxoti ham katta emas. 1.6 motor, holatlari klass. Ichini ham bitta ko'rsatib o'raman. Oldin bitta kraskani ko'rsata. Mana qo'limni ko'rsatgan joyimda mana mashina bitta retopga hisobida mashina bor mana. Qolgan joyi top toza. Mashina bitta ichki temini ko'raylik. Nima deydi mana ichi? İçini ko'radigan bo'lsa, okalar 271 ming Previkda 3-pozitsiya, full pozitsiya holatlar ideal. Multifonlarni Gentre'nikidan qo'yib qo'yishgan ekan, chexollari ham yaxshi holatda turibdi. Bitta aynan sizga o'shqa yaxshi shopir kerak, tema tugadi. Bu mashinamizning muammosi yo'q. Bo'ladigan narxini aytaman, ammo kam yo'q ekan. Arziydi mashina. Oxirini 7400 dollarga beraganlar, kam yo'q ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, aloqa chiqib gaplashsani bo'ladi. 100 TL temir gazlari bor. Telefon raqam Nechilik? 99lik. 403 76 76 ga bog'lanib xarid qilsani bo'ladi.